Millat fidoyilari. Katta leytenant Salimov Alisher Sattarovich 1977-yil 15-sentyabrda Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida ishchi oilasida tug'ilgan. U 1995-1999-yillarda Samarqand Oliy harbiy avtomobil qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida o'qigan. Yosh leytenant xizmat faoliyatini Farg'ona viloyatining Marg'ilon tumanida joylashgan harbiy qismda boshlagan. 2000-yilning 31-iyul kuni 8 guruhga bo'lingan harbiylar Surxondaryo viloyati Uzun tumani hududida yashiringan terrorchilar guruhi joyini aniqlash to'g'risida maxsus jangovar topshiriqni olgan. Juda yosh bo'lishiga qaramay, vзвод komandiri vazifasini bajaruvchi katta leytenant Alisher Salimov jangovar guruhlardan birini boshqargan. Jang vaqtida dushman snayperning o'q tegishi oqibatida qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq marhum katta leytenant Alisher Salimov 2-darajali shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridagi ko'chalardan biri Alisher Salimov nomi bilan atalmoqda. U o'qigan 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Alisher Salimov xona muzeyi hamda sinfi tashkil etilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.